Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Denze Goys. Bugungi videoroligimizda tog'ga chiqamiz. Bugungi videoroligimizda mana shu mashinada tog'ga chiqib, mazza qilib dam olamiz do'stlar. Xo'p, endi mashinaga o'tirib olamiz do'stlar. Qanunda ketdik. Xo'p, bu yoqda mashinalar yo'q, bu yoqda ham yo'q, ketdik. Xo'p, bolalar, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Roza Ramazon oyiga kirib kelgan oy bilan tabriklayman do'stlar. Hop, men 28 akaga salom berib ketdim. Assalomu alaykum aka. Hop, ketdi. Tak, o'zingizlarda nima gaplar do'stlar? Yaxshimisizlar, tuzingmisizlar? Endi sekin mana tog'ga ham qarab chiqib ketamiz. Vashi Amazonka degan joyga keldik biz. O, Cadillac. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mana sekin o'tib ketamiz akam yonidan. Ketdi. Assalomu alaykum. M5 ham bor ekan. Butun boylar mahallasiga keldikmi deymanda. Hop, sekin. Ketdi bolalar, ketdi. Mana sekin tog'ga qarab chiqibmiz. Uylar qurilgan ekan. Eski uylar qolib ketgan ekan. Amazonka degan joylarga kelamiz. Wow. Voy, qasrlar. Qasr bo'yatibdi. Yo'q, voy bu. Incho'tdan sekin o'tib ketamiz. Bizga xarita berishdi boya mahalladan. Mashinasiga borib tog'ga qarab chiqib ketsanglar bo'ladi deyishdi. Bo'ldi deydi, chiqib ketamiz do'stlar. Videomiz qiziq bo'lsa, bittadan like patishgan bosib qo'ysanglar, kanalimiz rivojiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lardingiz. Hop, ketamiz endi unda. Go. O, Shrek kuyiga keldik. O, Shrek. Hop, Shrek brat, cho'ttamisiz? Assalomu alaykum. Shrek bratga ham bir xabar olib ketaylikchi. O, suvlarni ham bir balchiq qilib tajabdilar Shrek brat. Ketdi Shrek brat. Javob mash tualetda o'ladilar. Har doim loyda brat. Bilmayman, uylarda dori bo'lsa berib yuboringlar shu bratga. Ichib ketaverar ekan-da bratda ham. Brat. Hop, men Shrek bratda ham yoniga keldik, mash tualetda o'ladilar qani. Ye, bo'ldi brat. Ijod qilayotgan ekanlar nima. Hop, ketdi biz mamtib Shrek bratni basseynda cho'milib ko'ramiz do'stlar. Interesga go bolalar, go. Qani bitta kalla otamiz. O, bu ham o'rtasiga tushdik deb o'ylayman, lekin sayohatimizni cheklashtirib qo'ymasligimiz kerak. Shrek bratga rahmat. Biz unda sekin tog' uchiga chiqishga harakat qilamiz. Ketdi do'stlar. Endi Shrek bratga ham xayr deb bo'pti brat, sog' salomat bo'ling. Biz ketdi endi tog'ga qarab chiqib ketamiz endi do'stlar. Likelarni, podpiskalarni bosib o'tiringlar. Chunki kanalimiz rivojiga o'z hissangizni qo'shsangiz, biz yanada qiziqroq videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Nimagadir sekin yuribdi. Bo'ldi. Ketdi. Tormoz bosilib qopti-da endi do'stlar. Endi nima deysizlar? Ko'z ko'rmay hazillashdik. Hazil qilib turamiz. Go. Hop. Ketdi. Chiqamiz. Yo. Ehtiyot bo'lish kerak do'stlar, ehtiyot bo'lish kerak. Hop, chiqib ketishimiz kerak. Davay. Voy, tushib ketdik. Yana bitta imkoniyat. Yana bitta oxirgi imkoniyat. Mashinasida chiqib ketamiz do'stlar. Sizlar like patishgan bo'lsanglar. Go. Yo. Chiqolmaymiz. To'xtanglar. Yana bitta qilib ko'ramiz. Hozir mashinani to'g'irlab olaman. Hozir mashinani to'g'irlab olay. Go. Hop, mashinani to'g'irlab olaman. Mana bo'ldi, mashinani ham to'g'irlab toqqa qarab chiqib ketamiz. Hop, yaxshi chiqyapti, yaxshi tortyapti. Davay. Tort. Yo, ehtiyot bo'lish kerak. Sekin gazlaymiz, sekin gaz bosamiz, sekin. Davay. Shunasidan 5 tezlikda chiqyapti tog'ga. Ehtiyot bo'lamiz, sekin. Hop, oz qoldi tog'ga chiqishimizga. Tog' uchiga chiqamiz hozir. Quyosh ham chiqib ketdi do'stlar, like patishgan bosganinglarga. Qani. Yana ozgina qoldi. Davay. Kuch yetmayapti mashinaning, kuch yetmayapti. To'xtanglar, yetadi hozir, yetadi. Ozgincha qoldi. To'xta. Sekin orqaga yuramiz.
sekin orqaga. Sekin. Hozir yana bitta chiqib ko'rishga harakat qilamiz. Hop, to'g'riga bordim. Yo'l orqadan boshqatdan. Hop, sekin dora. Ana ketdi, tortdi mashina tortdi. Ketdi. Do'stlar, chiqdik. Va nihoyat chiqdik. Ana do'stlar, tog'ga ham chiqib oldik. Endi sekin mashinani parkovka qilib qo'yamiz. Tushib ketmasligi uchun mashinani bu yoqqa qilib ballonni qo'yib qo'ysak, tushib ketmaydi. Ana tog'ga ham kelib oldik do'stlar. Hop, mana salomon tog'ning uchiga ham chiqib oldik. Maqsad tog'ga chiqish edi do'stlar. Va sizlarga mana tabiat ko'rsataman. Amazonka bu daryolar. Do'stlar, endi bu yerda bir kun dam olib uyga qaytib ketamiz do'stlar. Bo'lmasa hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan Denzi Guys bo'ldi. Bugungi videolarimiz yoqqanmasa, like, podpiskani bosib qo'yinglar. Xayr.